Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitapta taharet münasebetlik bayallar hakkında to'xtalib, bundan burungi bablarda mesela Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki xilma-xil taharet qochilarininki, taharet olgan qochilariniki shakllarini tanishtirib o'tgan. Bugungi bu temada yani bir mut suv bilan taratilish haqida dedi. Bu mutmu aynı vaqtdagi bir o'lcham birliklarininki biri. Bu bir mut degan hamda Hijozliklar bilan Iroqliklarninki mut o'lchami o'xshamaydi. Bu mut o'lcham birlik o'xshamaydi. Ham Iroqliklarninki nazarda buni ikki ratil degan. Bu mu shu tuvarak o'lcham birlikda. Ammo Hijozliklarninki nazarda bu bir ratil yani 3'ten 1 yani 1,3'ten 1 degan. Undaqda Hijozliklarniki nisbatan Iroqliklarniki ratlisi biroz tuvan bo'ldi. Ammo ba'zi Iroqning olimlari mesela Abu Hanife rahmetullahi alayhi o'xshash ulamolar Iroqda bo'lsa-mu, yo'q. Biz payg'ambarimiz zamonasidagi ratl bo'yicha bitgan vaqtda bu ikki ratl degan. Undaqda bu yerdagi mut qanchalik ig'irlikda degan vaqtida buni ulamolar hamda xilma-xil ig'irlikdagi narsalarni buni jingsib baqqan. Mesela xilma-xil bug'doylarni, xilma-xil oplarni silib jinglab biqib, buniki naytlik kuchliroq taraf bo'lgan yoki ko'proq taraf bo'lgan tarafini qabul qilib kelib, bular bir mut taxminan 650 gram atrofida degan. Saudiyadagi ulamolar buni mushu qarashni kuchlantirgan. Undaqda bu bir odamniki mushu olqin to'lgan, liq to'lsa, mana mushu bir mut bo'ladi. Ba'zan yuqoriroq bo'ldi, ba'zan kichikroq bo'ldi olqin masalan. Undaqda buni o'tirahal hajmdagi odamniki olqinni asos qilgan. Mushu ba'zanlar hatto 508 gram, 509 gram, 607 gram deb manda deganchilar bo'lgan. Ba'zilar bo'lsa bu suyuqlik miqdori bo'yicha bitgan vaqtda 644 millilitr deb mandaq nisbatlagan. Eng muhimi bu 650 gram degan qarash, 600 gram bilan 650 gramning orasidagi qarash bakrak bu yerda kuchliroq. Xo'sh, hamda Imom Buxoriy rahmetullahi alayhi bu babda bu bir hadisni keltiribdi-da, shunday munosabatlik. Bu hadisda bundaq debdi, 201-numurli hadis bizga Abu Nuaym degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Imom Buxoriyniki buyuk ustozlardan ismi Fazl ibn Dukayn nomi bilan Kitabul Imonda o'tgan. Bu kishi deydi bizga Mis'ar hadis so'zlab bergan edi deb shundaq deydi. Bu yerdagi Mis'ar degan kishiniki ismi Mis'ar ibn Kiddam yoki Kaddam degan ism bilan mashhur. Bu kishi ayni vaqtdagi nihoyatda buyuk mashhur ulamolardan, muhaddislardan. Imom Shobat ibn Hajjaj biz Mis'arni rostchilikdan biz buni mushaf deb ataydik. Mushaf degan Qur'on Karimda. Bitta mushaf deb ataydik degan. Hatto Shoba, Sufyan as-Savri qatorliq ulamolar bir masalada ixtilof bo'lib qolsa, biz mezonni qishiq boraylik, tarozini qishiq boraylik ekan. Mush Mis'ar ekanda, demak ulamolarniki mushta ishonchga erishgan adolatlik bir ravi muhaddislardan deyishki bo'ladi. Bu adam 155-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishi hamda bu hadisni menga Ibn Jabr degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Undaqda Ibn Jabr bu odamniki bu yerda bu hadisni xos so'zlab bergan bo'ladi-da undaqda. Bu ba'zilar Jabr ibn Atikmi degan masalan. Chunki bu odam shu bir Jabir ibn Atik yoki Jabr ibn Atik degan buyuk bir sahobaninki navrilariga to'g'ri kelganda bu odam. Shunaqqa buni Ibn Jabr deb cho'ng bobusininki ismi bilan atagan buni. Undaqda bu odam o'z davridagi buyuk tabiinlar qatorida sanaladigan buyuk muhaddislardan. Bu kishi deydi, men Anas ibn Malikning mundaq deganligini anglagan edim deydi. Undaqda Anas ibn Malik bu odamning ustozi hamda. Ota bo'ldirmish shu Madinlikda Ibn Jabrniki. Anas ibn Malik deydi, Payg'ambar alayhisolatu vasallam juyunatdi deydi. Bir sa suv bilan juyunatdi deydi. 5 mut qadar.
bir mut suv bilan tarat oladi dedi. Undaqda biz bir sa qanchalik, bir mut qanchalik buni tafsiliy ko'rib chiqaylik. Bu yerda yuvish degan kalimada ikki kalima ishlatilgan. Biri yaghsilu, biri yaghtasilu. Ikkisiniki ma'nosi o'xshash. Yaghsilu deb kelsa badani yuvadi degan bo'ldi. Yaghtasilu bo'lsa yuyinadi degan mazmunda. Bu yerdagi bir sa deganimiz 4 mut bo'ladi. Bir sa 4 mut. Undaqda payg'ambarimiz 4 mut yoki 5 mutgacha suv bilan tarat olganda, bayatiki mut hisobiga ilib yutgan vaqtida 1 mut 650 gram kelsa taxminan 5 mut 3 kilo 250 gram bo'ladi. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 6,5 yoki 7 jing atrofida suv bilan yuyinadi ekanda. Biz hozir masalan 6 jing 7 jing suvda taratlishimiz mumkin. Turbada chaqirtib qo'yib berib. Endi bu suv ishiltish masalasida ras payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ishlatganga o'xshash shu 1 sa miqdori yoki 5 mut miqdori suv ishiltamdi yuyinishda desa, agar badan qurilmasi normal odam bo'lib qolsa, shu asosida mang'ini bunoyat afzal, ham sunnatga nihoyat mutobiq, munosib holatda. Ammo ba'zi odamlarniki badani uruq, ojiz bo'lgan odamlar bo'ldi, kichik, vijik bo'lgan odamlar bo'ldi. Bu odamlar masalan shu miqdorda suvni ishlatsa, bu mu yaxshi. Ammo yo'g'on, badallar bak yo'g'on odamlar bo'ldi. Bunda odamlar o'zining badaniga loyiq holatda ishlatgan yaxshi. Bu demak bu yerdagi o'lcham mutlaq emas. Hamma odamlarga o'xshash tushadigan mutlaq emas. Demak, suvni umumiy badanni pok yuvish, yetkazish, yani isrof qilmagan, aqlida, nazarda isrof bo'lmaydi degan ahvol ostida ishlatgani bunoyat munosib. Mana bu qarash Misrning buyuk ayni vaqtdagi ulamolardan Izz ibn Abdusalomniki nazariyasi. Endi payg'ambar alayhisolatu vasallam 1 sa suvda tarat oldi dedik. Bu yerdagi 1 sa 2 kilo 35 gram atrofida devchilan bo'lgan. Ammo eng ishonchli qarash bu yerda 2 kilo 600 gram degan taxminan shu atrofda bo'ladi. Ya'ni demak payg'ambarimiz 2 kilo 600 gram yoki 3 kilo atrofida suv bilan yuyinadi degan bo'ladi. Bu hadisdagi shu 1 sani 4 mut degan vaqtida 1 mut 2 ratil degan vaqtimizda 1 sa 8 ratil bo'ladi. Ba'zilar bundan to'varak deb qaragan, ammo lekin bu yerda 8 ratil degan qarash nihoyat kuchli. Chunki Hajjaj ibn Yusuf Saqafiyniki zamonasida Iroqda Hajjajmi shu sa o'lchamni asos qilib, buni 8 ratil asosida o'lcham birlik turg'izgan. Chunki Hajjajning turg'izgan bu yerdagi 8 ratil o'lcham birligi, ya'ni saniki. Ayni vaqtida Ömer ibn Xattab zamonasidagi Madinada qo'llangan sa bilan Hajjajning qo'llangan sa birligi o'xshash chiqqan. Ya'ni 8 ratil chiqqan. Buni Imom Abu Hanifa cho'qim 2 ratil deb chiqtirgan. Undaqda shu 2 kilo 600 bir saniki 8 ratilning 2 kilo 600 gram atrofida kelganligi bekrak dalil jihati kuchli bo'lsa kerak. Bugungi darsimiz mushakchi bo'lgan va sallallohu alayhi va nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.